Do'stlar, Real Madridda oxirgi mag'lubiyatdan keyin Xabi Alonso ketdi. O'rniga Arbeloa kelgandan keyin butun dunyo hozirgi o'yinni ko'rdi-da. Endi Real nima qilarkin deb turib. Biz Realda bolalar Xabi Alonsoga quloq solmagan, undan mindiroq bo'lgan Arbeloaga gapiga quloq solamiz, ha? Uka o'ldirib payman hozir. Orqamda turma, o'tlar yoqqa. Yo'qol, o'zing ko'rinma. O'zi asabcha tog'on, bu narsa qilmayman hozir. Qirollik kubogidan chiqib ketdik mana, Super Kubokda yutkizdik. Endi nasib bo'lsa Chempionlar Ligasidan ham chiqib ketsak, zo'r bo'ladi. Shu bitta La Ligadan chiqib ketish iloji yo'q-da. Bunda ochkolar hisobiga oxirigacha o'ynash kerak-da. Bo'lmasa undan ham chiqib ketgan bo'lardik biz. Men Real Madridning mag'lubiyatlarini kulib qarshi olishga o'zimga ko'nikma hosil qilib bo'ldim men. Men uje tayyorman bundan buyog'iga. Shu meni yaxshi bir svarchik akalarni, bir kulol akalarni ko'rib turgan bo'lsa aloqaga chiqinglar, iltimos, bu Realga bir chiroyli bir Nerjevekadanmi, yaxshi bir sifatli loydanmi, kubikmi, bu nimalar yasaylik, akalar, iltimos. Mana Real Xabi Alonsoni haydadimi? Bu ketishda Arbeloani ham tezda haydadi-da, oxiri Real Madridga murabbiy qolmaydi. Shundan keyin anovi o'zlariga o'zlari murabbiy bo'lishga o'tib oladi futbolchilar. Ana mahallalarda o'ynardi-ku, Varata yo'q bo'lsa, Varata ham hujumchi bo'lib o'ynaydi bitta bola. Shuni singari ana Carvajalmi yoki Courtoismi ham o'yinchi, ham murabbiy bo'lib o'ynaydi oxiri. Iloji yo'q boshqa bo'ldi. Mana shunaqa holatga yetib keldik biz o'sha endi bundan buyog'iga. Uka! O'ldirsam o'ldiraman seni. Qamalib ketaveraman aytib qo'ying. Men seni ko'zimga ko'rinmayman.